Alo, assalomu alaykum Shoh aka. Vaalaykum assalom, yaxshimisan? Rahmat. Bonu 60 million so'm berib tura olasanmi? Kerak bo'lib qoldi. 60 million? Ha, bo'ldi. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik yangi mahallada zo'r aksiya ketayotgan ekan. 182 million so'mni 3 ga bo'lib to'lab uy xarid qilgan bo'lar ekan. O'shanga 60 million so'm kerak bo'ldi. Boshlang'ich to'lovni bersam bo'ldi. Voy, Shoh aka, hozir menimcha chiqmaydi-yu 60 million. Ertaga bo'lib qolsa aytaman sizga, xo'p? Xo'p, mayli, rahmat. O'rtoqlar, qarz o'zi qarz chaqiradi. Birovdan qarz olib o'tirish ham kerak emas hozir, birovga qarz berish ham kerak emas. Undan ko'ra yangi mahallaga to'g'ri kelib, bitta kvartira olib ketish kerak. Uni ustiga yangi mahallada hozir juda ham zo'r aksiya bo'lyapti. Agar sizlar 100% to'lov qiladigan bo'lsanglar, 1 metr kvadrat sizlarga eng arzon narxi, ya'ni 7 million so'mga aylanadi va общий summani sizlar bemalol 3 qismga bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Masalan, bir xonali 26 metr kvadratli uy 182 million so'm va bu bizdagi eng arzon narx. Va albatta bu 100% to'lov qilganingiz uchun. Ushbu 182 million so'mni siz 3 qismga bo'lib, ya'ni 3 oy har oydan 60 million so'mdan to'lab uy xarid qilsangiz bo'ladi. Bu hali hammasi emas. Yangi yil bayrami arafasida bitta Li9 va ikkita 3 xonali kvartiralar xaridorlar o'rtasida o'ynaladi. Ajab emas, bu yerdan 1 xonali kvartiraga to'lov qilib, yangi yilda 3 xonali kvartira yoki mashina yutib ketsangiz.